Mana shu bolaning yuzini eslab qolinglar. Abdurahmon aka, bir oydan keyin buni yuzi qanaqa bo'lishi mumkin aka? Ha, bilmadim. Короче, biz Amerikani o'sha tark etamiz ertaga. Lekin bu bir oy mana shu yerda yashaydi, to'g'rimi? Ha, chunki 19-may kuni mashinani qabul qilib olish kerak, hujjatlarni rasmiylashtirish kerak, страховка, короче, hamma mashina ishlarini bu qiladi endi. Mana Mahmud akam bilan. To'lan aka, sizga mana shu bolani topshirdim. Sizni Allohga topshirdim aka. Mana shu bolani, Короче, suyagi bizniki, go'sht sizniki, davay. bo'ldi aka. Bir oyda olib Faqat anu diskoteka kirib o'tirmaylar aka. Ukam, bich hayot boshlandi endi, tayyor tur ukam. Davay. Hadi endi o'f ol yaxshilab, be. Bitta yig'ilib berasizmi Abdurahmon aka? Ketdik. Ukam, davay. Obuna bo'lib qo'yinglar. Amerika hayotini sizlarga mana shu bola polni ko'rsatib boradi ukam. Mana o'sha. Okalar kinolarda ko'radigan ko'prikdan o'tib ketamiz. Qaranglar. Voy. Ko'prik shunday kattaki, почти 7 kilometrmi aka? 100 metr kam 7 kilometr. Qaranglar, bir yoq tarafi Atlantika okeani, bu yoq tarafi ham suv короче. Yana bir narsa, Ibrohim, buni kruz kорабль, yuk tashlagan kорабль buni tagidan o'tadi. Shunchalik balanddan. Yo'q, u narovani qaranglar. No takoy. Tepaga qarab ketgan ekan. Aka, bu platniy darogami? Ha, platniy bu. Nech pul mashinadan ochish? Bilmadim, shu 2-3 dollar bo'lsa kerak. 2 dollar, ha? 2 yillik edi. Gap yo'lagan borib, men Amerikada endi ko'rishim bilan ko'prikni. Eng katta ko'prik Xitoyda, bilasizlarmi? Mana Amerikani takoy elitniy mahallalaridan bittasi. Bayroqlarni ko'rasizlar, har bittasida bayroq turibdi. Gap yo'q, daraxtlarni qaranglar. Короче, boy kambag'al ajratib bo'lmaydi. Hamma uylar bir xil bor. Devor yo'q. Gap yo'q. Gap o'rdan o'tdi. Mana brat uylari katta ekan. Yo'q. Uyning atrofida devor yo'q-da. Zagarot. Ha, yo'q, hovlisi yo'q. Qaranglar. Mana vatandoshlar. Aka, raza shoshyapmiz. Shoshib turibmiz, uzr. Problem. Oh, jonim mani akalar. Snoop Dogg mashinasi-yu bu. Degan diskalariga shi o'laman deb bor. 75, Orqalarini qaranglar. 69. 69-yil mashina. 69-yilgi mashina. Uzunligini qaranglar buni. Qirol 69 pasport ko'rding? GTA San Andreas kim o'ynagan? Xuddi shunaqa mashinalar chiqadi. Mana, ash parkingda. Qaranglar, cho'loqlarni kiyotdilar. Mana qarang, hammani bittada o'tkazdi. Nima siz qolib ketdingiz? Hamma gap shundaki, har gal aeroportda, даже Amerikada ham o'tganda titilaveradi. Mana. Oyoqda ishlam ko'rasan. Men qara hali oldirmadingizmi temir? Hali 1 yildan keyin oldiraman. Ha, yo'q, Doktor aytgan, "Xohlasiz umuman oldirmang" degan. Aka, magnit yopishadimi o'sha yerga? Yopishmaydi, lekin bular topadi, titilaydi. Bu yerda titan turibdi, no magnit yopishmaydi. Akalar, Biz vatanga qaytyapmiz, kutinglar. Xudo xolasa, tez kunda qaytamiz. bo'ldi. Odamcha sog'indi, samolyotga o'tirishi. Faqat mashinada yurdi-da, Otabek aka. Charchadi. Endi samolyotda mazza qilib uchamiz, a. Lekin Amerika aeroporti va shu avjida naroda bir shotkaminglar olib ketishdi. Nimadir chiqdimi sumkalarni bilmayman. Qaranglar, hozir voy musirga tashlab yuborayotgan qaranglar. Voy onasini emsin. Voy onasini emsin. Okalar, bitta narsani bilib olinglar. Chamadonni yuklagan dedim onaqaga, bagajga. Aka qarang, ruchnoyda mana shu narsani bilib olinglar. Shishali narsa olib kirish mumkin emas. 100 grammdan oshish mumkin emas. Yoki mana shisha o'zini bo'sh olib kirish kerak. Mana bagajni bo'sh shisha. Aka, shishali narsa mumkin emas, bilasizmi o'zi? Yo'q, bilardim. Просто o'tib ketsa kerak deb o'yladim-da. Xullas, aka qayerdan olsa bo'ladi? Toshkentdan mana ko'pchilik so'rayapti. Zafaronni endi mendan olmaysiz. Instagramga kirib o'sha yerdan olasiz. Bo'ldi, o'sha yerdan oling. Uzunmi nima edi market? Uzun marketdan ham zafaronli
asalli, sizlar ham bemalol zakaz bersanglar bo'ladi. O'rganib qoluvsiz aka har kuni yeb yeb. Zo'r lekin. Abdurahmon akam xursandli. Uyga ketayotganda. Ha, Aka, uyga borganda kenamga ham bitta mashina o'ynab berasiz aka. Astagfirullah. Eshit. Yana FIFAning o'zi chempionat yeri. O, aka, bizani magazinimizda. Короче, akalar, New Era'ning do'koni. Kepkani hozir takoylardan olamiz. Otabek aka, bitta kepkam uchib ketuvdi, o'shani olishim kerak yashilidan. Ibrahim, Keptikadan ol. o mana bu yerda ham takoylari bor ekan. Shundoq New York aeroportining ichida mana bundan ham olganman men. Kimdir bilsa biladi. Zo'r do'kon lekin menga yoqadi bor. Jonimni turishini qarasanglar-chi. O'zbek havo yo'llarida uchamiz. O'zi New Yorkka, Amerikaga uchadigan faqat o'zbek havo yo'llari yo'q. Oka bosh samolyot yo'q. Bratamizdan olib ketyaptilar. Короче, tayyorlaning aka, 12 soat uchishga. Xudo xolasa. Lekin uxlagan odam kayf qiladi Amerikaga ketayotganda.